Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz ushbu Trompik sayti orqali sign up tugmasini bosib ro'yxatdan o'tishga o'tamiz va username degan joyiga o'zimizning nomimizni, xohlasangiz ismingizni yoki nickname yozishingiz mumkin. Email adres degan joyiga o'zimizning emailimizni yozamiz. Password degan joyiga bu parol, ikkala ketma-ket parolga ishonchli parol yaratish degan tugmani bosish orqali yaratishingiz mumkin yoki o'zimiz harf, son va belgilarni qatnashtirgan holda o'zimiz tuzishimiz ham mumkin. Mana hozirda men parollar yozib oldim va sign up tugmasini bosib ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana ro'yxatdan o'tib olganimizdan so'ng biz birinchi navbatda emailimizni verifikatsiyadan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun verify email degan tugmani bosib mana xabar keladi. Sizga linkini jo'natdik deydi. Email pochta Gmailga elektron pochtaga kirib o'zimizning pochtamizni yutib olamiz. Bu pochtadan mana xabar kelgan Trompik saytidan verify email tugmasini bosib, yashil tugmani mana emailingiz tasdiqlandi degan xabar keldi. Go home tugmasini bosib o'zimizning akkauntimizga kirib olamiz. Mana bizni verifikatsiyadan o'tkazganimiz uchun 10 bonus aylantirish berdi. Buni bonus faucet bo'limiga o'tib ishlatsak bo'ladi. Mana 24 soat mobaynida bizga 2 karra ko'proq bonus beradi. Bu yerda biz 10 marta bu omad g'ildiragini aylantiramiz. Bizga agar 9885 raqamigacha bo'lgan son tushadigan bo'lsa, mana bizga faqat shu tushyapti hozirda. Undan oshiq raqamlar tushadigan bo'lsa, mana nimalar, qanday sovrinlar berishi belgilab qo'yilgan. Agarda bizga 10,000 raqam tushib qoladigan bo'lsa, biz jackpot yutgan bo'lamiz. Bu jackpot 150 tron hisoblanadi. Hozirda 150 tron bu 500 mingga yaqin pul hisoblanadi. Biz levelimizni oshirishda va o'yinlar orqali pul topishimiz mumkin. Bu o'yinlardan ham biz o'zimizning sarmoyamizni, o'zimizning pulimizni ko'paytirishimiz mumkin. Yana bir yo'li topshiriqlarni bajarish orqali mana yozib qo'ygan. Bitta topshiriq bajarsangiz 17 sent, ikkinchi topshiriqqa 8 sent beradi deb yozib qo'ygan. Yana biz bu Trompik saytida sarmoyasiz daromad topamiz dedik. Buning sababi har soatda kirib, kapcha dasturi orqali men insonman degan tugmani bosib kirganimiz uchun mana hozirda biz stone leveldamiz. Stone levelga 5 kopeyka tron beryapti. Agar biz iron, bronza, silverlarga ko'tarilib masterga boradigan bo'lsak, har soatda 30 trongacha sarmoyasiz olishimiz mumkin. Bu esa juda katta imkoniyat hisoblanadi. Bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. Bundan da yaxshilari hali oldinda. Xayr, salomat bo'ling.